Shu kunlarda mening tuyg'ulari sollo, havo ketdi, men yolg'iz sollo, menlar o'zi yoshlikdan ollo. Joyga tegib ketdi shu musiqalar, televizorda bir normalniy musiqa ham bermayapti. Yaxshisi o'chirib qo'ya qoling. Joha qayerda ekan, Johaga birorta ish topib qo'ymasam, juda ham zerikib ketgan turiyam. U ishlarni men zerikishni to'xtatsam bo'ladi. Qaror Johani qidirib kelayda borib. Qachonlardir bu garaj ham bo'sh emasdi, ishlab turgandi va yana qachonlardir to'lib ishlab boshlasa kerak, lekin yangi mashina bilmadim qayerdan sotib olaman, qayerdandir mashina olmasam juda ham zerikarli hayot mashinasiz. Tak, yaxshi eshik yopib qo'yamiz. Bo'ldi, eshigimiz lekin takoy nijniy ochilyapti, ko'ryapsizlar qanday chiroyli ochilyapti. Mana bu eshik ham oq rangda, lekin mana bu eshik sap-sariq bo'lib turib, chiroyini belga tegib turibdi. Mayli. Unaqa rangi har xil bo'lsa ham mayli. Muhimi eshigimiz yopiq turibdi-ku. Hozir ketman janob turib fermadagi ishlarni qilish kerak, chunki fermada sabzi, kartoshka, hamda bug'doy hosil bergan. O'sha hosillarni yig'ishtirib turib, merga olib borib soliqni to'lash kerak. Mer menimcha uyda o'tiribdi, har doimgidek men qanaydir ish tayyorlab qo'ygan bo'lsa kerak. Hozir borib ishini ham qilishga to'g'ri keladi. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, chunki yangi kanaldasizlar. Chunki yangi kanalda albatta 1000 ta obunachi to'plash kerak. Bu nimaga kerak bilasizlarmi? Sizlar zerikmasinglar uchun. O'sha sizlar zerikmasliklaring uchun men sizlarga video tayyorlash uchun kanalga obuna bo'linglar deyapman. Tamom. Obuna bo'lib qo'yinglar, o'shaning uchun oson ish, qiyin ish emas. Pastda ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna tugmasi turibdi. Ko'rmayapsizlar, ko'rsatib qo'yaymi tushib turib. Endi qanday ko'rsataman o'zim ham bilmam. Agar o'zim ko'rganimda o'zim obuna bo'lib qo'yardim sizlarga obuna bo'l demasdan. Xo'sh, bug'doylarni ekib chiqish kerak. Derazadan notebookim ko'rinib turibdi. Demak, derazadan yorug'lik ichkariga kiryapti-da. Notebook qizib ketmasmikan quyoshning nurida? Quyosh qani? Hali quyosh bu yerda ekan. Quyosh ichkariga tushguncha olib qo'yish kerak. Ko'p ekib yordim-ku bug'doyni. To'xtanglar. Bu yerdan ko'p ekib yordim, qaytaramiz. Tak, endi kartoshkalarni ekamiz bu yerga, sabzilar esa o'zi bir qatorga ekiladi. Tak, bu gal sabzidan 5 ta bir stakdan ortiqcha bitta joyimga tiqib qo'ydim. Mayli, qaytarib to'g'rilash qiyin ish emas, sekingina to'g'rilab qo'ysam bo'ladi. Tak, sabzi yaxshi, 1 stak va 5 ta ortiqcha. Juda ham yaxshi. Oldin 4 ta bo'lgan, 3 ta, 2 ta, bitta, hattoki bo'lmagan, hattoki 1 stakdan ham kam chiqqan vaqtlari bo'lgan, lekin bu gal yaxshi bo'ldi. Hammani mashinasi parkovkada turibdi. Meni mashinam esa yo'q. Hozir mashina sotib olish uchun pul ham yig'ishga problema bo'lyapti. Pul yo'qda, pulni qayerdan yig'ib olishim mumkin? Mayli, hozir Merdiyoniga boraylik, chiqqani ko'ramiz, nima ish buyurarkan. Balki pullik ish buyuradigan bo'lsa, pul topib turib yangi mashina olsam ham bo'ladi. Xo'sh. Mer uyida albatta har doimgidek. Tak. Ona Mer ko'rib turibdi. Telefon qilgandi ertalab, "Kelgin Joha, ish bor senga" deb. Tak, assalomu alaykum janob Mer. Va alaykum assalom. Kel Joha. Keldim. Qarochi soliqlarni olib kelgandim. Bo'ldi, har doimgi joyiga qo'y. Har doimgi joyi demak, tak, mana har doimgi joy, mana. Bo'ldi, qanaqadir ish bor deganingiz, qanaqa ish? Xullas, tak, bilasan, sen soliqlarni olib kelib uyimga tashlab ketasan. Hamma jitillar shunaqa qiladi. Shu uchun odamlarni halok qilmaslik uchun hammasini uyiga mana shunaqa seyf qo'yib chiqish kerak. Shunaqa seyfmi? Shunaqa seyf. Lekin buni qayerdan olaman men qo'yib chiqish uchun? Olib keltirib qo'yibman, ikkinchi seyfda turibdi. Ikkinchi seyfda demak seyf turibdi. Oho, 1 stakmi? Tak, mayli, 1 stak bo'lsa ham qo'yib chiqaman. Har bir uyda ichiga bittadan qo'yish kerakmi? Xuddi shunaqa. Keyin hamma soliqlarni o'sha ichiga to'playdi. Keyin o'sha soliqlarni sen yig'ishtirib menga olib kelib berasan. Menga shu uchun qandaydir oylik maosh berasizmi? Bilmadim, o'ylab ko'raman. Yoki bitta boshqa taklif bor. Qanaqa taklif? Qarashtak, hozir bu seyflarni o'rnatib chiqqanidan keyin men senga bitta mashina sovg'a qilaman, o'sha mashina bilan yig'ib chiqasan va u mashina senga birdaniga beriladi. Qanaqa mashina? Uyimni o'ng tomonda turibdi, chiqib ko'rchi. Hozir ko'raychi, qanday mashina ekan, balki zo'rroq mashinadir. Tak. Wow, to'xtanglar, nima bu mashina? Ferrarimi, Lamborghinimi? Ferrari. Menga prosta soliq yig'ishim uchun Ferrari beryaptimi janob Mer? Janob Mer, rostdan shuni berasiz menga? Albatta, yolg'on gapirayotganim yo'q senga. Bo'ldi, gap yo'q, qilamiz ishni. Men ketdim, unda ishni boshlay qolay. Tak, bittadan seyf qo'yib chiqish kerak. Menimcha o'zim uyimga bitta qo'yishimga to'g'ri keladi, chunki o'zim ham soliqlarni yig'ishtirib olib kelaman-ku baribir. Tak, bu mashinani o't ustiga to'xtatishgan ekan, mayli. Tak, qanday boshqaramiz? Juda tez yurar ekan atak. Xo'p, bir amallab burib olsak, xo'sh. Tak, asta. Tez haydamaslik kerak, chunki tez haydasam bilasizlarmi, o'la avariya bo'lishi mumkin. Xo'sh, mana shu yerda o'rtada joy bor ekan. Buni hozir uyimga yetib qo'yaman-da, seyflarni shunchaki piyoda yurib, hamma joyga joylashtirib chiqsam ham bo'ladi, lekin uyimga shuncha joydan aylanib borishim kerak. Chunki o'rtadan haydamadim-da, chorrahadan burilishga ulgurmadim.
to'xta, juda tez. Obbo, nima orqaga ham traplingga sakragandek sakrab ketaveradi bu mashina. Mayli, hozir mana shu qishloqni uyini orqasidan o'tkazib bora qolay tinchgina. Hop. Namuncha buni boshqarish qiyin. Asta. Hozir voy. Dabdala qishloqni uyini rasvosini chiqardim. Endi uni to'g'rilash kerak, to'xtanglar. Tak. Bo'ldi, mana shu yerda to'xta, sekin. Asta. Yo'q, menimcha buni garajimga joylashtira olmasam kerak, chunki rasvo yuryapti, ko'ryapsizlarmi? Paka shu yerda uyimni oldiga turib tursin yetadi. Bo'ldi. Borib qo'shni uyini to'g'rilab kelaylik. Hop. Bittagina ortiqcha blokcha ilinib qolibdi menga. Bundan tashqari bloklar joyida qolgan. Yaxshi. Bitta tosh o'zi ikkitagina blokka o'chgan ekan. Bu yerda bitta va bu yerda bitta. Normal hammasi. Xo'p, mana bu urug' menga kerak emas hozircha. Mana bu narsalarni o'rnatib chiqishni boshlayman. Mana bu qishloqlarda uyida 2 kishi yashar ekan, demak 2 kishi soliq to'laydi. Demak 2 ta qo'yish kerak. Mana. Normal. Bratan, короче, bu soliq uchun qo'yildi. Qanaqasiga bunga ham soliq to'laymiz endi? Yo'q, короче, polizda hosilda olasiz, o'shani merga olib borib berishingiz kerak. Ha, shunaqa. O'shani mana shuning ichiga to'playsiz. Men kelib o'zim keyin har oyni, yo'q, har oyni emas, 5 ta hosildan keyin o'zim yig'ishtirib olib ketaman. Ha, tushundim. Ha, bo'pti, shunaqa qilasiz, короче. Yoningizda turadigan mana kim edi? Erizmi, xotiningizmi, o'shanga ham aytib qo'ying. Ha, xotinim. Ha, bo'ldi, o'shanga ham ayting. Mayli aytaman. Ha, bo'pti. Tak, yaxshi. Eshikni yopib qo'yamiz, normal. Bratan, sizni uyingizga, короче, to'xtang-da, mana bu uyga qo'ymabman-ku. Mana bu ham o'sha bratanning uyi edimi, bilmadim. Kimning uyi o'zi ham mana shu yerga qo'yib ketamiz. Okay, chotga. Bitta yetadi, mana bu tomondagi uylarni ham endi o'shanaqa tizimga o'tkazib chiqamiz. Xo'p, asta kiramiz. Xo'sh, bu yerda o'zi bo'sh joy ham yo'q ekan ham deyarli. Qayerga qo'ysak bo'ladi? Bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Mana bu shkafga xalaqit berar ekan, iloji yo'q, endi boshqa joy yo'q. Bratanlar hammasini uyini to'ldirib tashlagan har xil narsalar bilan, bilmadim. Xo'p, buni ikkinchi qavatga qo'ysak, okey, sandiq ochiladimi? Ha, ochilar ekan. Chotki, mana texnologiya bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Bunaqa tartibda qo'yishim. Xo'sh, mana bu yerda bitta bratan yashardilar. Mana shu bratanning uyiga ham bitta qo'yamiz. Bu yerga ham mana shu joyga qo'yamiz. Chunki bundan oldingi uyga ham xuddi shunaqa joyga qo'ydim. Ikkita bir xil uy, ikkita bir xil joyda, ikkita bir xil ko'rinishda qurilgan. Juda ham go'zal ko'rinadi, o'ta go'zal. Mana bu yerda esa kichkina uycha bor. Bu yerga ham mana shu joyga joylashtiramiz. Tak, mana bu uylarda ham, kompyuterim qotyaptimi? Nima og'irlik qilyapti kompyuterimga? Xo'sh, seyflar og'irlik qilyapti shekilli. Bu uyda hech kim yashamasgani mayli, baribir bitta qo'yib ketaylik. Keyinchalik kimdir yashamoqchi bo'lganda ham baribir soliq to'laydi-ku. O'sha soliqlarni to'lash uchun shu seyfdan foydalanishadi. Mana bu bratanlarning uyiga ham kirib chiqamiz. Xo'sh, assalomu alaykum janob. Ha, va alaykum. Kechqurun nima gap? Короче, soliqlarni to'lashlaring uchun yangi tizim o'rnatyapmiz. Xo'sh, nima bo'ladi unda? Mana bunaqa seyf o'rnatib beraman sizlarga. Mana shu eshiklarning oldiga o'rnatib qo'ysam, kakras yig'ib ketishimga ham oson bo'ladi. Biroq qochib turing, kechirasiz. Tak. Shuni hosilni shuning ichiga joylashtirasizlar. Men har 4 ta hosildan keyin kelib yig'ishtirib ketaman, har 5 tadan keyin. Ha, zo'r ekan. Bo'pti, shunaqa qilamiz. Shunaqa qilamizmi, xotin? Ha, dadasi shunaqa. Bo'pti, короче, shunaqa qilasizlar. Короче, men ketdim, sizlarga gapirib o'tirishim kerak emas, ishlarni qilishim kerak. Xo'p, mana bu uyga qilganim yo'q hali. Juda ham ko'p uy bor hali qishloqda. Hammasi yiqib chiqish kerak. Bosh og'riqning Pro Max bo'lib ketdi, bosh og'riq Pro Max. Voy, notebookim emas, kompyuterim, notebook emas-ku bu. Tak, bitta bu yerga qo'ysak, bu yerda ham 2 ta kishi yashar ekan, bittasini bu yerga qo'yamiz. Tak, menimcha shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki uyda 2 ga bo'lib yashayapti-da ular. Merda uyiga shart emas, mer o'zi soliq to'lamaydi. Tak, mana bu bratanning uyi bor ekan bu yerda. Bratan mana shuncha to'laydilar, короче, tak. Xo'p, stop, bizni qishloqimiz, ya'ni 3 ta golem hammasini o'ldirgandim. Nima bular o'zidan o'zi ko'payib ketaveradi? Qayerdadir bularni demak uyi bor. O'sha uydan kelyapti. Balki bular qayerdandir ko'chib kelayotgandir, qayerdadir o'zining shaxsiy bazasi bo'lib turib, bu qishloqni ular egallab olmoqchidir, va yo'q, menimcha shunaqa emas. Kelinglar, yaxshisi shu golemlarni 4 tami, 3 tami? Yeba, 4 tam deyman. Nima bular ko'payib ketyapti qishlog'imizda borgan sari? Tushunmayapman to'g'risi. Mayli, kamaytirish kerak bularni, nima qilib bo'lsa ham. Kamaytirmasak, cho'ta bular qishloqni bosib olib turib bizga yashashga ham imkon bermay qo'yishsa, keyin dabdala bo'ladi hamma yo'q. Hozir bir ilojisini qilamiz. O'ldirsammikan, nima deysizlar? Kommentariy yozinglar-chi. O'ldir desanglar, onasini ham o'ldirib olaman, men farqi yo'q. Qo'rqmayman galem-palemidan. Tak, hozir mayli, shu ishim tugatay, keyin o'ldiraman, o'ldirsam ham. Birinchi ishni ko'rish kerak-da avval.
Xo'p, o'zimni uyimga shart emas, mana qo'shnimni uyiga bitta o'rnatamiz. Ya o'zimni uyimga shart emas? Albatta, o'zim soliq to'layman-ku. O'zimni uyimga ham kerak albatta. Tak, o'zimni uyimga qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana shu pechkani ustiga qo'yaymi-ka? Yo'q, bu yerga qo'ymayman. Omborxonaga qo'yib qo'yayim. Omborxonada bo'sh joy ko'p o'zi как раз. Mana shu yerga qo'ysam, wow, takoy bo'ldi. Normal pechkani ochishga balo bor ekanmi? Xo'p, ana endi mashinani chekkaroqqa olib qo'yardim-u, mayli. Hozircha emas. Chunki hozir mana ishimni qilib bo'lmagunimcha hech qanaqa ortiqcha narsa bilan chalg'imasligim kerak. Xo'p, mana okey, normal hammasi. Xo'p, yana nima qilmoqchi edim? Esdan ham chiqib ketdi odamni, qaranglar. Xo'sh, mana bu uyga qo'ydimmi? Mana shu tomondagi uylarga adashmasam hali qo'yganim yo'q. Mana qimmatbaho uyda yashayotgan bratanni uyiga qo'ymabman ekan. Xo'p, eshikni yopmoqchiman men. Qo'ymoqchi emasman seyf. Noto'g'ri qilding deyapti. Noto'g'ri qilaman-da, qilmoqchi bo'lmaganimdan keyin qanday to'g'ri qilishim mumkin? Tak, okey, yopamiz. Ana endi mana bu uyda odam yashamas ekan. Baribir qachondir kimdir ko'chib keladi. Bu yerga bitta kravatam iloji bo'lsa o'rnatardim, afsuski ortiqcha kravatim yo'q. Bu yerga o'rnatdim. Menimcha faqat shu bilan mana bu qoldi. Ana shu ikkalasiga ham o'rnatib chiqsam, va nihoyat ish tugaydi. Tak, shu o'rnatganim uchun ham qandaydir pul bermasmikan, mer so'rab ko'raman o'zi pul. To'xtaylar-da. Tak, okey. Bu yerda ham bo'sh joy faqat mana shu yerda bor ekan. Shu yerga o'rnatamiz. Tamom, ikki ish tushyapti. Qorong'i bo'lyapti, qaranglar. Hop, bu darrovdanmi? Bir kun tez o'tib ketadi, qaranglar. Juda ham tez o'tib ketyapti. Xo'sh, janob mer, men ishlarni tugatdim. Ortib qo'yganlarni nima qilay? Ha, qaytarib joyiga qo'yib qo'y. Aha, bo'pti, mayli hozir. Tak, qo'ydim. Haligi menga ortiqcha qanaqadir pul bermaysizmi agar iloji bo'lsa? Shu o'ylab ko'rish kerak. Nimasini o'ylaysiz? Shunchaki pul bering. Men hammasini zo'r qilib chiqdim, hech qanaqa xato qilmadim. Hammani uyiga to'liq qo'yib chiqib tushuntirib aytdim. Xo'p, mayli, unda $100 beraman, yetadimi? Albatta yetadi, nima yetmas ekan. Unda birinchi turgan seyfdan olishing mumkin. O'zing tomonidan birinchi. O'zim tomonidan birinchi. Tak, bir stak oldim. Rahmat, bratan addushi. Ha, bo'pti. Davay, endi ishlarni qilasan. Ertadan boshlab soliq yig'asan. Aha, mayli unda, bo'pti. Rahmat. Ertadan boshlab soliq, jo'xas soliqchi bo'ladi. Qarochi, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling, yana qanaqa bo'ling. Qarochi, obuna bo'ling.